Yaqinda Garena Free Fire'da обновление bo'ldi va обновлениеdan so'ng katta xatolik Free Fire'da qo'shildi. Va o'sha xatolikni masalanga hozir ko'rsatib o'taman. Garena Free Fire'ning xatoligini ko'rish uchun imina mana shu lokatsiya trenirovkaga kirasizlar, botlar turgan joyga. Qaranglar, oddiy headshot beraman. Ko'p qizil uron chiqyapti, to'g'rimi? Lekinda mana shu headshotni berishdan oldin bitta o'tirib keyin headshot bersalaringiz, qizil rangini o'rniga sariq chiqadi. Qaranglar. Sap-sariq uron nima sabab uchun bunaqa xatolik qo'shilgan? Bu xatolik qasddan qo'shilganmi Garena tomonidan yoki Free Fire'ning xatosimi bu? Bu narsani bilmaymiz. Ishonmasalaringiz kirib o'zlaringiz tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Buni sababini faqat old igroklar bilishadi, nima uchun bunaqa bo'layotganini. Va old igroklardan kommentariyada sababini kutib qolaman.